Bundoq qaraganingizda qo'rqitgan o'lim bormi? Yuvayotganingizdami yoki bo'lmasa ko'mayotgan paytingizda? Baribir bo'ladi, esda qolib ketgani. Farzand dog'i dedi. Bir xonadonga bordim. Bir ota farzanddan ayrildi. Suvga tortgani bordi, keyin vaqt bo'lib qoldi. Janozani tezlashtiringlar işte. Shuna kirsam 7 yashar farzand ekan. Bitta o'g'il ekan o'yladi. Endi ana shunaqa bolani yuzidan nur yog'ilyapti, tabiiy go'zal. Qizlar hijolat bu bolani oldida. Shunaqa kulyapti. Ayollar xayrlashib ketdi, onasi chiqib ketdi. Aka-ukalar, amakilar qoldi. Ota yotib olgan yoniga. Okeyot. Mani o'g'lim yolg'iz yotishdan qo'rqadi. Kechasi 1da kelsam ham, 2da kelsam ham o'tamsiz yotmayman deb kutib o'tirardi, deb aytdi. Qanaqli qorong'u joyga borib yotadi. Mani biriga ko'mgan farzandimdan bir hayot yo'q. O'sha yerda shunaqa yig'ladim, ta'sirlanib ketdim. O'lim yosh tanlamas ekan, kattami kichkina farzand og'ayman. Bundoq qaraganingizda o'shanda